Menga ko'p ota-onalar bolamni telefondan ajrata olmayapman, kitob o'qishlikka unda olmayapman, nima qilsam bo'ladi degan savollar berishadi. Avvalambor telefonni dushman emas, vositachi sifatida shu o'rinda ishlatib ko'rish kerak. Ya'ni birinchi navbatda bolani qiziqishlarini o'rganish kerak. Ya'ni 3-4 yoshli bo'lgan bolani ham qiziqishlarini o'rgansiz bo'ladi. Va qaysi voqelikka oid kitoblarni o'qishni yaxshi ko'radi yoki eshitishni yaxshi ko'radi. Ayrim bolalar detektiv, ayrim bolalar sarguzashtlarga boy, ayrim bolalar haligi ertak nimalariga o'xshagan voqealarni eshitishni yoki ko'rishni yaxshi ko'radi. Yoshligidan bolalarga e'tibor bersangiz, o'yinchoq o'ynayotganini o'zida kim bo'lishga qiziqayotgani bilinadi. Ayniqsa qizlar shifokorlik narsalarni yig'ib yuradi, o'yinchoqlarini yoki pazandachilik qilgisi kelayotgan bo'ladi. O'zicha o'yinchoqlardan unga buni qo'yib, falon ovqatni tayyorladim, sizga olib keladi. Ayrim bolalar quruvchilikka, ayrim bolalar shunaqangi o'yinchoqlarni o'zi bilsa bo'ladi. Harbiy bo'lishga qiziqib o'yinchoqlar, avtomat, pistoletlar ko'tarib yurganini ko'rib qolasiz. Bolani avvalo qiziqishlarini aniqlab, shunga oid kitoblarni taqdim qilishga harakat qilish kerak. Agar umuman kitob o'qishlikni xohlamaydigan bo'lsa, audio kitoblar eshittirish orqali bolani eshitish qobiliyatini rivojlantirish kerak. Yoki surat, rasmlari ko'pgina bo'lgan kitoblardan boshlash kerak. Men qo'limda kundalik odoblar degan kitob turibdi. 4 yil avval bu kitobni biz o'zimiz o'quvchilarimizda tajribadan o'tkazganmiz. Bu kitobda rasmlar ko'pgina. Shunga o'xshagan kichkina kitoblarda, surati ko'pgina bo'lgan kitoblarni bolaga taqdim qilish kerak va o'qishni istamaydigan bo'lsa, o'zingiz o'qib berib, birinchi navbatda eshitish qobiliyatini rivojlantirish kerak. Rivojlangandan keyin o'sha ertaklar, voqeliklar, shunga o'xshagan o'zini qiziqishga mos kitoblarni o'ziga bersangiz, mana sen xohlagan harbiylarga oid kitob topib keldim, mana sen xohlagan shifokorlikka oid kitoblarni olib keldim. Ki birga o'qiymiz deb o'zingiz shaxsiy namuna bo'lib birgalikda o'qisangiz, albatta natija bo'ladi deb o'ylayman. Bu ko'p tajribadan o'tgan ma'lumotlar hisoblanadi. Assalomu alaykum.